Juguliyan ölüp bitishdan burun başqalarga deyishnim xohlamagan, oshkorlashnim xohlamagan maxfiyatligi, aql parosat javri Juguliyanning harbiy ishlar dasturi. Juguliyan ölüp bitishdan burun Yangi Yi bilan Jangwayni chaqirib, "Men endi ölüp kitaman. Men ölüp ketgandan keyin Sumayni qarshi turish uchun mushuningdan foydalansanglar bo'ladi. Navada bu putishdagi lashkariy tadbirdan foydalansanglar Sumaydan 10-15 yilgacha bizning qo'rqishimizdan qilch zurriyat yo'q deb o'tirib qo'ygan. Endi bu yerki Juguliyanninki tadbirlari hayotga qarsak, buning eng katta qila oladigan ishi nima? Boshqalarning kuchidan foydalanib, o'ziga xizmat qilib, o'zini 10 narsa, hatto 100 narsa kuchlantirgan. Masalan, eng dastlab Liubey Jangshatki vaqtda intayin ojiz. Bu Savsovning qo'shiniga hargizdan kelolmaydi. Shu vaqtda bu Sunchuan bilan Jouyudan qo'shinidan oriyat kelib, shulardan foydalanib turib, Savsovni mag'lub qildi. Yeni Savson mag'lub qilib, anoniki qanday qildi? Jinjun oriyatga oldi. Juguliyan başta oriyatga olishga bakamroq, bak usta. Bu yana Sunchuanlarga Jouyuning gapiga ma'qul, Jouyuningki lashkariy farmoniga xiloflik qilmaslik uchun Savsovni qishig'i berib, 10 ming dona o'qyani, yovqni oriyatga oldi. Qanday qildi? Paxollik keman qilib, o'qishig'di. Şunun için hem de bu Juguliyan'daki 3 parçalık haqiqatdagi eng katta danışman mushavir ekanligini hammamiz bilamiz. Sunjudan harbiy ishlar dasturi deb anglagan. Nima Juguliyanning harbiy ishlar dasturi bor. Juguliyan Binfa. Bu kitobdagi ancha ko'p emas, 50 necha parchada qoldi. Bu kitobni yoqtirgan do'stlar 19 koy butun Shinjongni kirasiz, asl seri qarzini setib olsanglar bo'ldi. Rahmat.